Assalomu alaykum do'stlar, efirda onlayn stand-up show loyihasi. Ushbu loyihada har bir stand-upper o'zining reprizlari bilan ishtirok etadi va siz bunga like va podpiska qoldirasiz. Demak, ko'p cho'zmaymiz. Bizning birinchi rezidentimiz Baxtbek Qizilbayev. Marhamat. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Baxtbek. Yoshim 30 dan oshdi. Ko'pchilik meni 40 dan oshganmisiz deydi. Men ham odamlar bilan tanishgan paytim yoshim 60 da deyman. Ular buncha yosh ko'rinasiz deydi. O'zi aslida men hozir mana shunaqangi yoshdamanki, biron kimga maslahat yoki biron kimga yordam bersam, ko'pchilik menga yosh bo'lib nima qilasan deydi. Shu kerakmi senga? Bir katta bo'lganingdan keyin qilasan-da deydi. Mayli, yosh ekanman deyman. Da yoshlarni qiladigan ishini qilsam, katta bo'lib deydi. Yoshlarga berayotgan tarbiyasiga qara deydi. Hozirgi yoshlarni qarang-da. Mana yoshlarga qarasangiz, chotga kiyinib oladi. Uxojinni yuradi-da. Yo'liga borsangiz, o'zingizni bir musordan chiqqan bir yibanotay odamlarga o'xshatasiz. Chunki soqollarini kantovka qilib, sochlarini anaqa alabija-bija chotga kiyinib yuradi-da o'shin. Keyin ularni bilimini aytmaysizmi? Mana kecha yaqinda 19 yoshdagi bola shaxmat bo'yicha chempion bo'lib keldi. Biz 19 yoshda qayerda edik? Bizda unaqa bilim yo'q edi. Bizning bilimimiz maksimum abetda ota-onamizdan qochib, ariqqa borib cho'milib kelish edi. Tamam, o'shanga yetamiz ham. Keyin hozirgi yoshlarning qo'llariga qarasangiz, bittasi Red Bull, bittasi yana bir bala, bittasi kofe, mofe shulab ichib yuradi. Bizani paytda-chi? Bizani paytda unaqa narsa yo'q edi-ku. Bizani paytda mana yangi yil yaqinlashgan paytda bitta paket Yupi degan paketli anaqa parashok sotib olaydik. Uni 45 ta bola atrofimizda aylanib yuradi. O'shani bir 3 litr bankaga solib, suvni solib, glavniy, ta'm emas, glavniy rang o'zgarsa bo'ldi. O'sha kuni bo'ka biz 45 tamiz bo'lib shag'al bazm qilaydik. Keyin soat 10 dan keyin ko'chaga chiqmasdik. Hozirgi yoshlarni qaranglar, tuni bilan yuradi. Konter deydi, yana boshqa deydi, kompyuter deydi, u deydi, bu deydi. Biz soat 10 dan keyin chiqmasdik. Sababi bizga ota-onamiz qo'rqinchli voqealarni aytib beradi. O'sha paytda oqsoch kampir va oyog'ida tuyog'i bor qiz haqida bir qo'rqinchli gaplar yuradi, bilasizlarmi? Mana u gap bunday boshlanardi. Bir kuni deydi, bir kuni mashina to'xtat deydi. Biz ham o'zi ko'rpan tagiga kirib olgan tayyor turibmiz. Mashina to'xtat deydi. Mashina ochildi. Ichida deydi bitta qiz bor ekan deydi. Qizni oyog'iga qarsak, qizni oyog'i tuyoq ekan deydi. Tamom, tichib boraydi. Chunki hozirga o'sha bolalarga aytib ko'ring o'sha gapni. Bunday qaraydi, amaki deydi, buni kuladigan joyi qayerda edi deydi. Bunday qarasangiz kulkuli narsa-da o'zi. Qayerda qizning oyog'i tuyoq bo'ladi? Tasavvur qilyapsizlar? Hozirgi yoshlar mana shunaqa. Keyin soat 10:30 da dadamiz astagina onamizning qulog'iga borib, pichir-pichir bir narsalar aytadi. Keyin onamiz keladi-da, "Bolalar deydi, uxlaydigan vaqt bo'ldi deydi, davay deydi, endi uxlanglar deydi." Biz o'sha paytda uxlab qolayotganmiz. Keyin katta bo'lib bildikki nimaligini. Yo'q, sizlar o'ylayotgan narsa emas o'zi aslida. Keyin bilsak, dadam onamning qulog'iga kelib, bolalar uxlagandan keyin konfetlarni olib chiqinglar. Birga choy ichamiz deyganda. Konfet ham defitsitda u paytda. Hozir ham shunday-ku. Bolalar hammasini uxlatib, yotqizib, hammasini chotki bo'lgandan keyin xotinga borib, "Xotin, boya olib kelgan semichka bilan kolani olib chiq, bitta chaqchaqchalashaylik-da" deymiz. Mana shunaqa-da. Men bu bilan nima demoqchiman? Men bu bilan oldingi yoshlarning bilimi yo'q bo'lsa ham tarbiyali bo'lgan ekan. Menda hammasi shu. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, rahmat. Demak, mana shu kayfiyatda davom etamiz. Bizning ikkinchi rezidentimiz Nazarbek Kuzimbayev. Marhamat. Salom hammaga do'stlar, men ismim Nazarbek. To'g'risini aytsam, bu proyektga umuman желание yo'q edi. Qo'ymay telefon qildi. Nazarbek, kel bu proyektga bir qatnash deb. O'zi aslida do'stlar, ismim Nazarbek emas. Chunki men sunnat bo'lib tug'ilganman.
Bu sunnat demoqchi, o'qib yurgan payti kursdoshim esimga tushib ketadi-da, Jenya degan rus kursdoshim bor. Har ko'rganda, "Вот Nazarbek, скажи, как будет на русском sunnat?" deb qo'ymadi. Shu kundan boshlab qidirdim. Internetdan qidirdim, ensiklopediya, kitob, so'ramagan odam qolmadi. Shu bir kun yotdim. Yotibman bir so'z miyaga kelsa bilan. Sunnat yerov nima desam? Yo'q, Pushkin bu xafa bo'lam deb yana qidirib boshladim. Shundan, ishonasizmi do'stlar, qidirmagan yirtiq yamog'im qolmadi. Oradan kun o'tdi, bir kun uyda yo'qsam, miyamga bir so'z kelsa bo'lam. Shundan joyimdan turdimda, Lux brendda olgan kiyimlarni shuna kiyib oldimda, to'g'ri Jenyanga bordim. Jenyanga bordimda taq. Eshik taqillatdim. Kecha soat 2 Jenyam tayyor turganmi? Shuna eshikni ochdi. Jenyaga qaradimda, "Jenya" dedim. "Повтори вопрос" dedim. Jenyam tayyor turgan ekanmi? "Nazar, как будет на русском sunnat?" Do'stlar, 2 oy davomida qidirgan birgina so'zimni 1 sekundda aytib yubordim. Shunday turdimda, "Это будет обрезало" dedim. Rus tiliga yangi o'zbekchalangan ism kiritdim. Yelkamdan shunday tog' og'darilgan degan maqolni ana shu payt tushundim. Endi qaranglar do'stlar, odam chin ko'ngildan niyat qilsa, albatta maqsadiga yetadi ekan. Menda hozircha shu, keyingi sonda ko'rishguncha bo'pti do'stlar.